see who you are. You are my enemy, my enemy. You are my enemy. 攻略しないと出られないのなら進むしかない。Virus King birinchi bob. Iblis qalasi. Oq iblis avliyo uchun boy. Ushbu vazifada muvaffaqiyatsizlikka uchraganing menda juda yomon kayfiyatga soldi. Shuning uchun do'zaxga bor. Ko't qorong'u mabuta, iltimos, o'tmishdagi muvaffaqiyatlarni inobatga olib, menga yana bir imkon ber. Oddiy insonlarni imkoniyat so'rashga haqqi yo'q. Va sening oq qasring yorug'lik bilan birga yo'q qilinadi. Men uning uchun deyarli yuzlab vazifalarni bajardim. Ammo faqat shu muvaffaqiyatsizlik uchun men yo'q qilinmoqdaman. Faqatgina men oddiy inson ekanligim uchunmi? Men buni qabul qilishni rad etaman. Men bo'ysunmayman. Qorong'u avliyo, men seni o'ldiraman. Cheksiz zulmat. Orqaga. O'ynayna. Kuting, men o'lmaganman, lekin qayerdaman? Kollej davridagi yotoqxona, qanday qilib bu yerga tushib qoldim? Men o'sha ayolni o'ldiraman. 10 yillik sinov juda haqiqiy tuyuldi. Bu tush bo'lishi mumkin emas. To'g'rimi? Kuting, qum soat. Bu qum soat men sinov boshlangandan umumjahon istaklaridan keyin 20 yil o'tib qo'lga kiritgan narsam. Bu men ko'rgan eng noyob narsalardan biri. U hech qanday xususiyat ko'rsata olmadi. Eslaymanki kompasda edi va u hatto teskari aylantirsa ham oqmasdi. Lekin u hozir tepada. Qum orqaga oqmoqda, vaqt teskari ketmoqda. Hozirgi vaqt 2032-yil 5-iyul umumjahon istaklari va sinov boshlanishidan 10 kun oldin. 10 kundan so'ng 15-iyul kuni umumjahon istaklari rasmiy ravishda kelib, sinov boshlanadi. 90% dan ko'proq insonlar halok bo'ladi. Vafot etgan insonlar zombilar va turli xil maxluqlarga aylanadi. Barcha an'anaviy qurollar muvaffaqiyatsizlikka uchraydi. Dunyo bir kecha ichida o'zining halokatiga guvoh bo'ladi. Biroq umumjahon sinovlari xavfi bilan birga imkoniyatlar ham birga keladi. Omon qolganlar o'zlarining tug'ma qobiliyatlarini uyg'otishadi. Ko'plab sehrli jihozlar va turli xil nusxalarda kelgan buyumlar umumjahon istaklari bilan yerga tushadi. Bunday sehrli jihozlar hatto koinot qoidalarini boshqaradigan ba'zi bir xudolarni ham jalb qiladi. Bu xudolar sinovga bevosita aralasha olmaydi. Shuning uchun ham ular himoya niqobi ostida insonlar o'ziga jalb qiladi va ulardan foyda olishga harakat qilishadi. Oldingi hayotimda yetarlicha kuchli emas edim. Shuning uchun ham ko'p narsalarni qurbon qilishga to'g'ri keldi. Va nihoyat Halloween qo'mondonligi ostida qo'shildim. Men umidsizlik bilan u menga tayinlagan vazifalarni bajardim. Mavqeyimni oshirishga harakat qildim. Ammo birgina muvaffaqiyatsizlik missiyasi tufayli yo'q qilinishimni hech qachon kutmagan edim. Bu yangi turdagi quturish kasallikmi yoki filmda ko'rgan zombilar holati? Jang birinchi shifoxonasi bemorlar aqldan ozib odamlarga tashlanyapti. Ishonish qiyin, lekin Jang tibbiyot ekspertiza idorasi turgan jasadlar hayotga qaytdi. Bu safar men kuchliroq bo'lishim kerak. Hech kimga, hech qanday xudoga tayanmaslik uchun yetarlicha darajada kuchli bo'lishim kerak. Yo'q, men hatto xudolarning oyoqlarim ostida ezib tashladigan darajada kuchli bo'lishim kerak. Kuting xolos. Sud jarayoni boshlanishidan 10 kun oldin tug'ma qobiliyatlar aslida samarali bo'lgan. Va agar kimdir o'zining tug'ma qobiliyatlarini aniqlasa, ulardan foydalansa uni yengib bo'lmasligi mumkin. Mening avvalgi hayotimda tabiiy qobiliyatim eng darajadagi virusga qarshilik edi. Ushbu usulga ko'ra, men tabiiy qobiliyatimni yangidan rivojlantirish uchun virusni oldindan faollashtirib, kuchli yashashim kerak deb o'ylayman. Bunday g'alati alomatlar haqida oldin hech kim eshitmagan. Menimcha, bu bemor filmlardagi kabi zombi.
Ha, albatta zombi. Virusga qarshilik qobiliyatini ishlatish va rivojlantirish uchun faqat sizga ishonishim mumkin. Bu narsa mening tabiiy qobiliyatini faollashtirish uchun yetarli bo'lishi kerak. Yotoqxonada hech kim yo'qmi? Men bilaman, ular butun tun bo'yi bo'sh tushda qoldi. Agar o'sha nazariya noto'g'ri bo'lsa, demak men bu yerda o'lishim ham mumkin. Unut, qayta boshlanishdan oldin 10 yillar davomida qiynaldim va yashashga zo'rg'a urindim. Oxiri bir og'iz ligiga qo'shildim. Agar men bu safar ham darajali qobiliyatni yo'qotsam, hatto kelajakni bilsam ham, men eng zaif bo'lganim uchun hech narsa qila olmayman va qo'limdagi hamma narsani boy beraman. Yana qaytadan boshlash va hali ham zaif bo'lish. Agar shunday bo'lsa, men o'lganim ma'qul. Bo'ldi, Chenbay. Qarshilikni to'xtat va qorong'ulikni qabul qil. Oddiy bir inson sifatida qorong'ulikning bir qismi bo'lish sening eng mos tuyg'uyingdir. Sen haroma. Qanday qilib men yana bu yerdaman? Nima bo'lyapti? Chenbay! Chenbay! Senlar qaytdinglarmi? Men yuzimni yuvib kelaman. Bu ishladi, o'sha nazariya to'g'ri edi. Zombi virusi meni o'ldirmadi. Mening tug'ma qobiliyatim muvaffaqiyatli yangilandi. Uyg'onganimdan keyin mening tug'ma qobiliyatim qaysi darajada ekaniga qiziqayapman. Chenbay, kashshaf sifatida tanlandingiz. Kashshaf unvoni olganingiz va oldindan uyg'onganingiz bilan tabriklayman. Bu umumiy irodaning ovozi. Men uyg'ondim. Umumiy intervyusini oching. Kashshaf sinov boshlanishidan avvaldan o'z qobiliyatlarini kashf etgan va o'z qobiliyatlarini ishlatishda va ega bo'lishda mumkin. Barcha xususiyatlar 5% ga oshdi. Barcha tajribalar 10% ga oshdi. Xususiyatlar panelni ochish va uyg'onishingiz mumkin. Foiz oshirilishi, ajoyib unvon. Va endi tug'ma qobiliyat paneli. Tug'ma qobiliyat paneli. Virus monarxi SSS daraja. Anime Manha kanal tomonidan maxsus ovozlashtirildi. Ovoz beruvchi janoblar, keyingi qismida ko'rishguncha, agar homiylik qilmoqchilar bo'lsa bemalol menga yozishingiz mumkin.